Vaalaykum assalom. Mumkinmi? Keling marhamat. O'tiring marhamat, keling. Rahmat. Men shu yil institutni imtiyozli diplom bilan bitirdim. Yo'llanma bilan maktabingizga o'qituvchi bo'lib keldim. Mana hujjatlarim. Yaxshi. Faqat institutda, maktabda ham a'lo baholarga o'qigan ekansiz. Shunaqa. O'qituvchi bo'lib ish boshlamoqchisiz, shundaymi? Shunaqa. Maqsad aniq. Albatta. Bolalarni yaxshi ko'rasizmi? Tushunmadim. Bolalarni yaxshi ko'rasizmi? Kechirasiz. Hali turmushga chiqmaganman. Farzandim yo'q. Nima? O'zingizni bolangizdan boshqa bolani yaxshi ko'ra olmaysizmi? Men o'qituvchining vazifasi bolalarga bilim berishdan iborat deb hisoblayman. O'qituvchi har bir o'quvchisini o'z farzandidek seva olishi va unga mehr bera olishi kerak. Shu haqida bir o'ylab ko'ring.